litr sutdan 4 kishi ishlayotgan bo'lsak, oyiga 30 million daromadi bor. Undan shu ishchilar oylik oladi. Bir oylik daromadimiz 30 million bo'lsa, rasxoddan tashqari hammamiz oylik bilan ta'minlanganmiz edi. O'zimizni qishloqda 50 ta 60 ta xonadonning sutini olamiz. Shunaqa qayta ishlashlar bu rivojlanib tursa, xalq qiynalmaydi masalan. 500 litr sut qancha bo'ladi hozir? Xalqdan yig'ib olib kelib beriladi. 6,5 ming olamiz. 5,5 ming, 5 ming yig'ib olib kelinadi-da. Oradagi yana olib kelib berayotgan, tirikchilik qilayotgan odam ham bor. U ham 5 so'm, 10 so'mini qo'yib olib keladi. Bu bir-biriga bog'liq, mana ko'rdingizmi? Kishi bilan sutini sog'ib tirikchilik qiladi, yozuv bilan dehqonchilik qiladi. Molga juda katta bog'liq. Ana shunaqa ishlab chiqarishlar rivojlansa, xalqqa yaxshi bo'ladi. Yurtda endi kengaytirish maqsadlar bor. Ko'proq masalan 500 litr emas, 1 tonnaga, 2 tonnaga sekin chiqib, ishchilarni ko'paytirib. Menga qiziqda, necha litr sutdan 1 litr qaymoq chiqadi? Sutni foiziga, yog'iga bog'liq-da. Masalan, yog'i 3 chiqadigan bo'lsa, kamroq chiqadi. Mana fermalarda ko'proq yog'i 4, 5 yog'i balon bo'ladi. Ulardan ko'p qaymoq tushadi. 10 litrdan 1 litr qaymoq olsa bo'ladimi? Ha, 10 litrdan 1 litr qaymoq olsa bo'ladi. Yog'i o'sha 4,5-5% dan olsa bo'ladi. Sut mahsulotidan nima chiqmaydi? Eng oxirgi variant qurut bo'ladi yoki sariyog' bo'ladi. Qaymog'i achib qolgan taqdirda qozonga solsangiz sariyog' bo'ladi. Uni odamlar biladi. Durda bo'ladi. Adhot yo'q-da sut mahsulotida.